Assalomu alaykum. O'zimizning gapda esa bugun yana bir kutilgan mehmonlarimizdan birlari. Yosh, iste'dodli, go'zal va oldinda katta ijodiy rejalari bilan, shahdam qadamlar bilan o'zbek kino san'atiga qadam qo'yayotgan ijodkor Jumagul A'zamjonovna deb tanishadi ko'proq. Aslida esa O'lmasova Jumagul A'zamjonovna. Assalomu alaykum yana bir bora. Xush ko'rdim Jumagul. Rahmat. Kayfiyatlaringiz, ko'rinishlar go'zal hammasi. Sizni ko'rganimdan xursandman. Men ham xursandman studiyamizda mehmonligingizdan. Menga qaraysiz, men sizni urishib qo'y. Nimaga siz har gal ko'rsatuvni belgilatib, syomkani belgilatib, yo'q bormayman dedingiz? Shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Mana tomoshabinlar oldida urishib qo'ying sizni. Uzr, lekin hozirgi kunda satira teatrda ish faoliyatimni olib borayotganim uchun yangi direktor kelib, yangi muhitda olib kirdilar. Shunaqa bir band bo'lib qoldik oxirgi oylarda. Konsert, gastrol bo'lib. Yaxshi-ku. Ha, shunda belgilayman. Ko'rsatuvida o'sha kunga kelganda bir kun oldinga gastrol deb qo'yishadi, ketib qolamiz. Voy, uzr deyman, shunaqa bo'lib qoldi. Haddim siqqani uchun shunaqa hazillashdim. Albatta, Jumagul. Sizni ko'rib turganimdan juda ham xursandman va xursandman satira teatrida ish shunaqa qizg'in ekanligidan. Chunki ijodkor zerikish kerak emas, bo'sh vaqti bo'lish kerak emas. Bo'sh vaqti bo'lsa, nahotki bu ijod hech kimga kerak emasmi degan o'y xayollar bo'ladi. Xuddi shunaqa Jumagul A'zamjonovnani ijodida ham tanaffus paytlari bo'lgan. Albatta. Nimaga tanaffus qilgansiz? Birinchi filmlardan keyin Turmush bilan, oila bilan bo'lib, farzandlar, faqat farzandlar sababi, farzandlari dunyoga kelish sababi. Shunaqa. Turmush o'rtog'im ko'proq uncha xohlamadilar san'atimdan ketishimni va 8 yil davomida tanaffus qilishga majbur bo'ldim. Teatrda ishladim, lekin teatrda ishlash davrim ham dekret bilan bo'ldi-da, uyda o'tirdim asosan 8 yil davomida. Shunaqa. Endi qarang Jumagul, eng qiziq joyi borda, shu ishda ishlagansiz, teatrda ishlagansiz, o'sha novellada siz ham suratga tushgansiz, o'sha filmlarda siz ham uyda o'tirgan paytda hoy tegman deb turib bundoq qarab televizorga termilgan paytingizda xayolingizdan nima o'tardi? Voy, bilmadim. Tezroq mana shu jarayondan chiqib ketib, tezroq ekranga chiqishi baribir sog'inarkan. Ming tashlasangiz ham san'atni tashiyman deb men o'zi o'sha yo'lga kirgandim, lekin tashay olmadim baribir. San'at baribir o'ziga tortib oldi. Institut bitirib san'atga kirganingizga necha yil bo'ldi? Qarang, institutda 2014-yil bitirgan bo'lsam, drama teatriga kirganman. Undan keyin Muqimiy teatrida ishladim va mana hozir 2 yilga yaqin bo'lyapti satira teatridaman. Lekin ijodimiz shu 2-kursligimda 2012-yillardan boshlab Oltin davrim serialida ko'pchilik ko'rgan, o'sha paytdagi novellalarda sekin ijodni boshlayotgan paytimizda institut bitirdik, turmushga chiqdik va ozgina tanaffus bo'ldi. Domla, o'qishni qachon bitirgansiz? Magistraturani shu yil tamomladim. Haligi sizni anavi bola otib bezovta qilmayaptimi? Qaysi? Anavichi, Nodir. Ha, umi. Yo'q, nega bezovta qilar ekan? Ko'rmaganimga ancha bo'ldi. Kelmay ham qo'ydi. Yurgandir-da. Kelmagan bo'lsa yaxshi. O'qishlar qalay? Amallayapmiz. Faqat diplom olishga ulgurarmikanmiz, yo'qmi? Nega ulgurmas ekansiz? Domlalar qo'rqitishyapti-ku. Har bir darsda o'qib kelmasanglar haydalasizlar deyishadi. Tavba. 10 yildan sal oshyapti ekan, nari berisi 10 yildan. Bu ham kam muddat emas, to'g'ri 10 yildan katta qismi tanaffus bilan o'tib ketdi. Shunaqa. Qaytib olish yana ham qiyin-da, kirib olish bir gap, lekin qaytib yana o'sha oqimga qo'shilib olish, sen borliging, ijodga qaytganingni rejissyorga, ssenariy muallifiga bildirish, o'zingni ko'rsatib olish bu yana ham qiyin. Qiyin. Lekin shu narsa mana eslayman Feruza opa, menda juda ham oson kechdi negadir. San'atga qaytdim, novellalar avjida, seriallar suratga olish avjida-da, kimga murojaat qilishni bilmayman. O'zimning kursdoshlarim endi ekranlarda chiqib, ancha tanilgan yaqinlarimga aytdim. Ahror Alijonovga aytganman. Aytdim, Ahror, shunaqa men qaytdim, ayting, rejissyorlarga chaqirishsin desam, bo'ldi, men hammasiga aytaman deb, xo'pmi dedilar. Bo'ldi, xo'p, rahmat dedim-da. Shunaqa vaziyat bo'ldi. Endi Oltin davrimda o'ynab ancha o'sha paytda tanilgandik. Rejissyorlar ko'rishdi-da,
darrov chaqirishdi, shunaqa qizg'in bo'lib ketdi ijodimizda. Keyin ro'ppa rosa 6 oydan keyin Ahror aytibdi, tavba tavba dedi, qayerga borsam san dedi. O'shanda bitta og'iz aytib qo'ydim rejissyorlarga deb haligacha eslatadilar de. Keyin yana siz ijro etgan rollarda doim yig'laydigan joyingiz bor. Shu ko'zingiz shunaqaligiganmikan? Shunaqa. Nima desam ekan? Ma'yus. Ha? Aslida hayotda unaqa emasman. Yomon ko'raman, yig'lab, ana o'zidan bechorani yasab oladigan ayollarni ko'rsam g'ashim keladi, to'g'risida. Lekin bilmayman, shu holatimga, ko'zimgamikan, ma'yus, yig'laydigan, hayotda qiynalgan, eri tashlab ketgan, shunaqa obrazlarni berishaveradi deb. Sizda unaqa irim qilish yo'qmi? Haligi bunaqa rolni o'ynamayman, hayotimga aralashib qolmasin deydigan. To'g'risini ayting. Bor. Hozirgi kunlarda negadir o'lim sahnalarini o'ynagim kelmay qoldi. Oxirgi paytlarda. Chunki baribir san'atkorimiz, ijodkorimiz qalban o'ynab qo'yamiz-da. Bu narsaga qachon keldim? Ya'ni Milliy teatrdagi bitta katta ustozimiz, yoshlari bir 70larga yaqinlashib qolgan ustozimiz o'lim sahnasidan shunaqa bir o'ynamayman deb turibdilar-da, rejissor aytibdi, bu sahnani o'ynamasangiz bo'lmaydi, ko'rsatmasangiz bo'lmaydi deyapti. Yo'q, men o'ynamayman deb shunaqa gaplar gapirdilar-da. Aytdilarki, sizlarga maslahatim, o'lim sahnasini o'ynamayman. Kim o'ynaydi sizlar o'ynamasanglar? Keyin o'shanda qalbimga oldim, o'shandan beri o'lim sahnasini o'ynamayman-da. Sharti bo'ladimi shunaqa mabodo serial muallifi yoki rejissyor qarang, Jumagul bu yerda shunaqa narsasi bor deyilsa, qo'yasizmi shart? Mana san'atga yana qaytganimga 3 yil bo'lgan bo'lsa, tanlamayotgandim rolni. Oxirgi mana 2026-yildan boshlab so'rayapman, o'lim sahnasi yo'qmi, bunaqa sahnasi yo'qmi deb shart bilan boryapman. Oldin ular shart qo'yishardi. Endi men unaqa sahnalarda tushmayman deb, yaxshisi uyda o'tirganim. Agar gonorari zo'r, haligi yog'likkina bo'lsa-chi? Bilmadim, yo'q, baribir tushmayman. Yaxshi, o'zingizga qo'yilgan cheklov yoki oila a'zolaringiz tomonidan qo'yilgan cheklov bormi? Mana shunaqa sahna bo'lmasin. Albatta, yengilta ayollarni o'ynash. O'ynamaysizmi? Yo'q, umuman o'ynamayman. Qayerdan bilasiz? Rosa omad keltirib qolsa-chi? Yo'q, bilmadim, lekin onam juda ham qattiq qo'llar, pedagoglarda. Har bitta chiqayotgan rolimni, har bitta berayotgan intervyu, ko'rsatuv hammasini kuzatib turadilar-da. Aytadilar, yo'q Jumagul, o'zingni tep, bunaqa rollar o'ynama. Hozir onam deganingizga bir narsa xayolimdan o'tdi. Uzr, gapingizni bo'ldim. Biz farzandlar doim shunaqada, nima bo'lsa ham o'zini tabiatidagi yoki tashqi ko'rinishdagi nima bo'lsa ham onasidan so'raydi, onasidan ba'zida xafa bo'ladi. Nimaga menga unaqa ism qo'ygansiz degan savol ham bo'lganmi? Uzr bu savol uchun. Albatta. O'smir paytlarimda bo'lgan, maktabda o'qib yurganimda, "Oyi, shu Jumagulni o'zgartiraylik, sadoqat qilaylik" dedim. Metrikada u paytda yosh edim. Keyin "Jinnimisan? Unaqa bo'lmaydi, dadang qo'yganlar" dedilar-da. Keyin buni tarixini keyin katta bo'lib bilsam, dadam, onam shifoxonada yotganlarida shunaqa chiroyli medsestra qiz Jumagul ismi bo'lgan ekan-da. Shunaqa chiroyli qiz onamga qarab yurganlarida odamdoq qarabdilar-da. "Voy, juda ham chiroyli ekan, ismi Jumagul ekan" deb eslarida qolgan. Buni qarangki, men ham juma kuni tug'ilib qolganman-da. Va Jumagul qo'yganlar hali aytadilar-da, onamlar ham aytadilar, adamlar ham aytadilar-da, o'sha qizga havas qilib qo'ygan. Qarang, oyingiz indamagan ekanlar-da, adingiz boshqa qizga qarab endi yosh qizlar bo'ladi-ku, havas deganlar. O'sha paytda onam meni dunyoga keltirish arafasida bo'lib, shifoxonada yotgan bo'lganlarda, niyat qilgan ekanlar-da, qarang. Yaxshi, oyingiz indamagan ekanlar, ruxsat bergan ekan. Onam va juda ham nima ayollar, o'qituvchi bo'lganlarigami, unaqa rashk, bunaqa xususiyatlari yo'q-da, dunyo hayotga ochiq qaraydilar-da. Sizchi? Men rashkchiroq edim. Endi men ham sekin-sekin o'sha katta bo'lganim sari xarakteringiz ham sekin-sekin bosilar ekan. Hamkasblar va do'stlar o'rtasida farq qancha? Hamkasblar va do'stlar o'rtasida ancha. Ya'ni birlashib ketgan joylari bormi? Ikkita atamani, ikkita nomlanishni? Umumiy qilib aytyapsizmi yo meni hayotimda? Sizni hayotingizda. Meni hayotimda bor. Qarang, hamkasblar bu o'zidan o'zi aytib turibdiki, raqobatchilar hisoblanadi-da. Baribir hamkasb, masalan, teatrdagilar hamkasb bo'lishi mumkin, novella, syomkadagilar. Do'stlar bu
bilmadim, raqobatchilar emasda, ular sirdoshlar hisoblanadi. Qanaqadir bir-biringizga og'ir kunlarda yordam beradiganlar hisoblanadi-da. Mani fikrim. Endi men ham 3 ta teatrda ishladim. Endi yoshligimizda biz ham qanaqadir hamkasblarga yaqin bo'lib, sirlarimizni aytishga harakat qilib, qanaqadir bir shunaqa jamoalarda o'tirib yaqin bo'lardik, lekin unaqa qilish kerak emas ekan. Hamkasb bu hamkasb ekan, chunki chegara bo'lish kerak ekan hamkasblarning o'rtasida. Ukam uylangandan keyin Rossiyam o'zgarib qolgan. Avvallari kelganimda yaxshi keldingizmi, jiyanlarim yaxshimi deb so'rab turardi. Tavba, oxirgi paytlarda umuman gaplashmay ham qo'ydik. Hatto bir oyda bir marta ham qo'ng'iroq qilmaydi. Ha, sen o'zing aytasan. Ukam bilan bir uyda yashab, men uni yo'qotib qo'ygandayman. Bu qanaqasi? Hali vaqt o'tsin. Mana ko'rasan, hali yana avvalgidek bo'lib ketadi. Bolalarim qachondan beri kutishadi oyi, tog'am qachon keladi deb. Xabarim olmaydi. Ko'ryapsan-ku. Oxirgi paytda uyga ham kech kelyapti. Vaqti yo'q. Bugun milliy seriallarimiz, novellalar juda ham ko'p va aktyorlarimizga yaxshi bo'lib qoldi. Ancha. Men xursandman, aktyorlarimiz hammasi ish bilan ta'minlangan, band, ko'rsatuvga chaqirsangiz vaqti yo'q. Xudoga shukr deyman, vaqti bo'lmasin. Ya'ni qaysidir ma'noda ular band, chunki ish, ijod qaynayapti. Lekin shunaqa aktyorlar bor, o'zlarini qiyofalarini asrab turishadi. Yo'q, men har kuni novellada chiqqanimdan ko'ra bitta zo'r katta filmda o'ynaganim yaxshidir. Endi u katta filmni kutib, umr ham o'tkaza olmaymiz-da Feruza opa. Yosh ham o'tib ketadi. Mani yoshim hozir 34 da bo'lsa, sekin-sekin 34 yildan keyin men ham yosh onalarga o'taman. O'zidan o'zi-da, masalan. O'shaning uchun aytishadi, menga ham aytishadi, yuzingni saqla, novellaga chiqma, serialga chiqma, zo'r film keladi yoki chet eldan film keladi deyishadi, lekin qachon? 1 yilda bir, mayli 2 yilda bir kelar. Unda ham bosh qahramonlar tayinlangan bo'ladi-da. O'shaning uchun men u narsaga uncha qo'shilmayman. Hozirgi davrimizda shu narsa avjiga chiqdimi, masalan, novella, serial, bu ham bitta davr ijodida. Hozir siz bilan gaplashyapman. Pirimqul Qodirov yulduzli tunlarni o'qiganman. Boburizoda malikalar bor-ku, ko'zlari tasvirlanganda xuddi sizni ko'zingizdek bo'lgan. Rostdan. Bu sizga xushomad qilib, sizdan qo'rqqanimdan emas. Yo'q, nega? Shunaqa Boburizoda malikalar, aynan ayollar liniyasi xuddi shunaqa ko'z tasvirlangan. Kitobda yozilishi bo'yicha. Mayusroq, shunaqa ko'rinishda. Shunaqa. Va bodom qovoq bo'lib, hali qovoq tushib ketgan emas-ku, lekin o'sha chiroyli o'zini chiziqchasi bilan. Shunaqa. Aytishganmi? Yaqinda ustozim Saidar Ametov aytdilar, ko'rsatuvlarida mehmon bo'lganimizda. 3 ta teatrda ishlabsiz, Jumagul dedilar. Ayting, milliy qahramonlarni bersin, sizni tipajingiz milliy qahramonlarga tushadi. Nodira begimlarni bersin, Uvaysiylarni bersin, o'sha liboslarda chiqing, deyaptilar-da. Endi ustoz dedim, nasib qilar, xudo xolasa. Lekin endi hozir teatrlarda ham asosan zamonaviylashib ketyapti. Spektakllar zamonaviylashib ketyapti. Mana klass konsertlar qo'yyapmiz. Nasib qilsin, yaxshi rejissyor kelib, bizga ham shunaqa tarixiy. Sizga qarab turib xayol, men rejissyor emasman, lekin diplomim rejissyor, shuning uchunmi balki bilmadim. Shu esimga tushib. To'g'ri aytdingiz, bir tomondan katta rolni kutib umr o'tkazib yuborish kerakmi? Bugun kelinlarni obrazini yaratyapsiz. Haqiqatda yana 4 yil, 5 yildan keyin yosh onalar obraziga o'tishingiz mumkin. Balki bo'lmas unaqa. Jahon kino san'atida hali 55 yoshida malikalarni, 18 yoshli malikalarni o'ynaganlar ko'p. Albatta. Odam o'ziga bog'liq aslida. Lekin onam aytadilar-da, Jumagul, ustingda ishla oz, o'zingni saqlab qol. Onam juda ham katta motivatsiya beradilar-da menga. 4-5 yildan keyin bu yoshliging bo'lmaydi, tushun, deydilar-da. Men saldanga so'ramanda, ular voy, shunaqa nima desa bo'ladi. Ko'proq yutuqqa erishishimni, ko'proq shu aktrisalik san'atimda o'zimni boshqacha ko'rinishim bilan alohida ajralib turishimni juda ham xohlaydilar. Balki sport bilan shug'ullanib, yosharib, balki faqatdan yoshlarni o'ynab yurishimiz mumkindir. Ajab emas. Onangiz juda ham xohlagan ekanlar-da unda siz aktrisa bo'lishingizni.
adam onam judayam xohlaganlar san'atda judayam shaydolari aynan qo'shiqchilik san'atini. Ha, ashula ham aytar ekansiz? Man muzdiramada o'qiganman, ha. Musiqali teatr aktyorligida Yaxshi esimga tushib o'qiganman. qoldi, bo'lmasa qolib ketardi bu mavzu. Aha, keyin Endi ancha bo'ldi bu ijodimizga ham. Va adam judayam san'atni shinavandasi, orzulari bo'lganda, bilasizmi, har bir insonning orzusi qanaqadir ma'lum miqdori farzandida ushaladi-da. Men aytaman, adamni qanaqadir orzularini men ushaltirganman deyman-da. Endi baribir qishloqdan chiqqanlardan bunaqa imkoniyatlar bo'lmagan, o'qish, Toshkentga kelish, san'at bilan shug'ullanish va bizga shunaqa imkoniyat yaratdilar. Men televizorga chiqsam, yig'lab o'tirardilar-da. Hozir endi ozgina dard bilan chalinganlar, uncha hayollari o'zlarida emas, lekin bir Alloh shifo bersin. shifo bersin. Adam onam men chiqsam, oho, faxrlanib juda ham yaxshi ko'radilar san'atni. Oilada bitta demaysiz san'atdan. Bittaman. Opa singil, aka ukalarchi? Yo'q, ular boshqa sohadan ketgan. Akam borlar. Ular umuman boshqa sohadan. Bitta akangiz va bittasizmi oilada? Ikkita farzandimiz. Nodira, sen ichkaridan qidirib yuribman. Qachon chiqding? Bolam, men senga aytganman-ku, borgunimcha xonangda o'tirib turgin deb. Ustozingga ham aytib qo'ygandim. Borsam ketib qoldi dedi. Boshqa sovuqda meni bunaqa kutib turmagan, xo'pmi? O'zim ichkariga kirib olib chiqaman. Xo'p? Xo'p. Qani yur ketdik. Xo'sh, tadbiring yaxshi o'tdimi? Nima xafa bo'ldingmi? Doim kelmaysiz. Hamma qarsak chaldi. Taniqli bo'lish yaxshi, tan olinish zo'r. Endi chunki har qanaqasiga taniqli bo'lish mumkin-da, hozir ayniqsa oson. Tanilgan odamlari hayotidagi nojo'ya ta'sirlar nimalar siz uchun? Men uchunmi? Endi bu balki nojo'ya emasdir. Bemalol yurolmaysiz-da. To'g'risi-da. Ko'chalarda ham voy aktrisa. Masalan, oddiy chiqib, bolalarim bilan oddiy sayr qilib yurgim keladi. O'shanda ham bemalol chiqa olmaysiz. O'zingizga qarab chiqishingiz kerak, aktrisaligingizni his qilishingiz kerak. O'sha tomonlama bir tomonlama aytib qo'yaman. Voy, oddiy ayol bo'lib yurish ham boshqacha ekan-da, deyman-da. Siz uchun demak nojo'ya ta'siri yo'q boshqa. Yo'q, albatta. Ayollik hududigacha. Ayollik hududigami? Bir paytlar bo'lgan. Buni yaqinlarim ham biladi. Hamkasblarim ham biladi. Juda ham katta nojo'ya ta'siri bo'lgan. Endi u davrdan o'tdik. Lekin oila qurish arafasida bo'lganimizda ham u va'da berilgan edi. San'atkorlar oilasiga kelin bo'lgandim. San'atim bilan shug'ullanaman deb turmushga chiqqandim. Lekin umuman tangani bu tomoni ko'rildi oilada va o'sha paytda menga qiyinchilik tug'dirdi san'atkorligim. Oddiy ayol bo'lib, oddiy ayol bo'la olmaysiz. San'at bilan shug'ullanib, san'at bilan shug'ullana olmaysiz. Mana shunaqa vaziyatga tushib qolganman. Hamkasblarni ko'rib, o'zingizni oilangizdagilar hammasi san'atkorda, mana turmush o'rtog'im, oyijon, hamma san'atkorda. Ular chiqib ketyapti-da, syomkaga siz oddiy ayol bo'lib o'tirib ham, bu ham juda yomon ta'sir qilar ekanda. San'atga chiqay desam, u narsaniga ham yo'l qo'yishmaydi. Shunaqa vaziyatga tushib qolganman. Qorlar yog'ib, izlar bosildi. Bugun hammasi joyida. Allohga shukr. Bugun ruxsat bor. Ha, bitta narsa-da, ota-ona farzandini mana shu yo'ldan yurishini ko'rib faxrlansa-yu, kimlardir sizga cheklov qo'ysa, o'zingiz ham g'ashingiz keladi-da. O'sha narsaga ko'nib bo'lgan hamma narsa-da. Institutni bitirmas chog'imda unashtirilib, chamasi bir yildan keyin to'yimiz bo'lgan. U paytda syomkalar dedim, u paytda shu ijodda edim-da. Eng qizig'i nima uchun ota-onam ruxsat berishgan bilasizmi? San'atkorlar oilasiga. Sen ham san'ating bilan bemalol shug'ullanasan deb ruxsat berishgan. Ha, shug'ullana olasan, bular tushungani uchun. Mana, ha, qarang. Hattoki qaynopamlar ham san'atda, pochchajon ham san'atdalar. Oyijonam, turmush o'rtog'im ham. Demak, ba'zi bir narsalarni qayta ko'rishga to'g'ri kelgan ekanda. Ha. Hozir o'z-o'zidan savol tug'iladi-yu, lekin degan joyi bo'lgani uchun men sizni ko'nglingizga qarab, sizni istagingizga qarab, siz ruxsat bergan joygacha boraman. Undan u yog'iga yo'q. Yaxshi. Bugun Jumagulning qat'iyati qay darajada? Bugun o'zi uchun, xohishi, istagi uchun Ko'p yo'llardan o'tdik-da, Feruza opa. Aytganingizdek, qorlar yog'ilib, izlar bosildi.
farzandlar dunyoga keldi, ijod yo'llaridan o'tdik. Bugun bemalol o'zim uchun ham har qanaqa yo'lda o'zim uchun ham turib bera olaman va men uchun qiyin narsani o'zi qolmadi. Bo'lmasin ilohim. Ilohim bo'lmasin, avvalambor bo'lmasin. Yaqinlarimiz bor, qiyin narsani o'zi bo'lmadi va bitta narsani tushundim. Endi bu ancha oldingi qiyinchiliklar mana shu qiyinchilik paytida san'at qutqardida eng qizig'i. Shu san'at deb o'zimga kela oldim-da bemalol deb ayta olaman. Ha, depressiyalardan, tushkunliklardan Ha. yana san'at olib chiqa oldi Kasbim. sizni. Shunaqa. Bilmayman. Yonidan jildirmayapti. Faqat bolasini bog'chadan olib kelish uchun ko'chaga chiqaman bo'ldi. Bir yo'lini qilish kerak. Hatto uncha-munchaga onamnikiga ham jo'natmaydi. Jo'natsa ham orqamdan dadamga telefon qiladi-ya. Ko'zi ko'r bo'lsa ham-chi, juda ham rashkchi. Bitta yo'li bor. Shunday qilamiz. Qanaqa yo'l ekan? Bog'chaga soat nechida borasan? Ko'rishganimizda tushuntiraman. Telefonda gapiradigan gap emas. Mayli bo'pti. O'zingiz ehtiyot qiling, gaplashamiz. Ha deb bo'lar bo'lmasga telefon qilavermang. Yaxshi bo'pti. Bo'pti, xo'p. Ayolni kimdir baxtli qilish kerakmi yo u o'ziga o'zi baxt yaratib oladimi? Jumankul. Avvalambor o'ziga o'zi yaratish kerak. O'zini yaxshi ko'rib, o'zi uchun baxt yarata bilish kerak. Undan keyin ayolga tashqi tomondan baxt yaratuvchilar keladi deb o'ylayman. Lekin avvalambor ayol o'ziga baxt bera olishi kerak ekanda, Feruza opa. O'zini birinchi o'rinda o'ylay olishi kerak. O'zini orzu-havaslarini amalga oshira olishi kerak. O'shanda uni orzu-havaslari bilan birga yana ham uni baxtli qiladigan insonlar kirib kelar ekan. Demak, o'zingizni ishontira olibsizmi? Buni uddalabsizmi? Bravo deyish mumkin. Bizni ojiz tomonimiz o'zimizni ishontira olmasligimiz, baxtli bo'lish mumkin ekanligiga, hayotda faqat ro'zg'or emas, haligi mayli bitta tabiatni qaysidir go'zalligini ko'rib ham baxtni his qilish mumkin, zavqlanish mumkin. Ana shu narsalar yodimizdan chiqib qoladi. Haqiqatda siz aytgandek chopa-choplar, yugurlar orasida. Eng asosiysi bu juda ham oson ekanda, Feruza opa. Shunchaki o'zingiz yaxshi ko'rasiz, orzu-umidlaringizni amalga oshirishingizni. Lekin bu xudbinlik emas. O'zingiz yaxshi ko'rasiz. Xudbinlik emas. Ayol qachonki o'sha sport bilan shug'ullanish oddiy elementlarida bu. Sport bilan shug'ullanish, to'g'ri ovqatlanish, o'zini ustida ishlash qanaqadir baxt chaqirar ekanda, bilasizmi? Ko'pchilik yana ro'zg'or, mana yana shu narsaga nima qilyapman, boshqa narsalar bilan chalg'ib qolib, o'zini ayolligini unutib qo'yganda, boshqalar ham unutadi deb. O'ylantirib qo'ydingiz bir tomondan. Men hech narsa esimdan chiqib qolmadimi ekan deb hali o'zimni ag'dar-to'ntar qilishga tushdim. Nega siz har doim baxtli ayol qiyofasidasiz? Xudoga shukr. Qiyofasida bo'lmaylikdek, bo'laylik. O'shanaqa ko'rinasiz. Juda ham bir motivatsiya beradigan ayollik jozibasi bor-da. Buni tan olishimiz kerak hamma. Rahmat tan olganingiz uchun. Rahmat Jumankul. Kimdir tan oldi-ya desamda. Yaxshi. O'zingiz bilan o'zingiz qolganda bugun ijodkorda bo'ladigan narsa, u bo'lish kerak ekan. Psixologlar aytayapti, u bo'lishi ham kerak o'zi aslida. Gaplashib turish, savol berish va haqqoniy javob berish. Endi hozir balki ovoz chiqarib ayta olarsiz, balki yo'q. Qaysi savolingizga javob topa olmayapsiz o'zingizdan o'zingiz? Hozirgi kundami? Hatto unaqa savol ham bermay qo'ydim shekilli. Bitta narsada aytvaman, oldin berardim, nimaga bunaqa degan narsani berardim. O'sha narsani qo'yib yuborganimdan keyin savollar ham o'z-o'zidan yo'qolib ketdi. Ishoning. Boricha qabul qilishdi. Bugungi kunni boricha qabul qilish. Farzandlarim bilan mazza qilib vaqt o'tkazish, darsni qildirish, syomka bormi, syomkaga borib, u yoqdagilar bilan mazza qilib kelish, o'sha narsa sizga yana ham bir energiya berar ekanda. O'ylovlar bo'ladi-ku, qanaqadir nimaga bu amalga oshmayapti? Voy, men buni qilganim yo'q. Meni hayotim nimaga bunaqa? Yo'q, u narsalar sizni ko'proq qaritar ekan, orqaga ishlaringizni orqaga ketkazar ekanda. Depressiyadan, ya'ni tushkunlik holati yoki tushkunlik juda tushkunlik emas-u, lekin o'zini anglolmay turgan holatdan hozir chiqib, bundoq yorug'likka chiqqan odamga o'xshayapsiz hozir. Chunki sizning gaplaringiz shunaqa bo'lyapti, Jumankul, rostdan. Shunaqami? Hali chiroq bor ekan, quyosh bor ekan-ku, voy osmon musaffo ekan-ku deyotganga o'xshayapsiz. Shunaqa, Feruza. Kim bunaqa ko'zingizni ochib qo'ydi? Hayot.
hayot ochib qo'ydi. Lekin shu narsa ham bo'lishi kerak ekan, o'zingizni anglashingiz uchun. Men bu narsadan juda ham xursandman. Onamlarga ham aytaman, "Oy, yaxshi ham shu narsa bo'pti" deyman. Baribir hayotdagi kichkinami, kattami yutug'imiz, qanaqadir do'stlarimiz, hayotimizni o'zgarishi ham o'sha bo'lgan nuqta bo'lganligi uchun hozir shu kundamiz-da. Yaxshi bo'lmasa keling, mana shu pozitiv kayfiyatdan turib yana bir ish qilamiz. Bu ish keyingi 5 yillikda amalga oshishi kerak bo'lgan ish. Aytadi-yu, hali orzularingni ovoz chiqarib aytib tur, ular ham eshitsin. Ha. Qanaqa reja bor keyingi 5 yillik uchun? Xudo xohlasa, yaratgan nasib etsin deb aytamiz. Albatta. Ijodimda yaxshi rollar. Umuman endi ilohim nasib qilsin, chet ellarga chiqib, O'zbekistonning nomidan, O'zbekistonning aktrisasi bo'lib, chet ellarga chiqib rol o'ynagim keladi. Va nihoyat u so'z jarangladi. Nimagadir biz masshtabni doim kichkina olamiz-da, faqat O'zbekistonda yoki sizni sohangizda ham, yo'nalishingizda ham masalan dunyo ochiq. Albatta. Faqat harakat kerak va ozgina omadamda qo'lni cho'zsa. Shunaqa juda ham xohlayman. Balki qachondir aynan mana shu suhbatning xuddi shu joyi kesilib, haligi siz xorijda o'ynagan qaysidir roli tagiga mana u aytganida erishdi, niyat qilganida yetishdi. Inshaalloh bo'lsin. Deyish nasib qilsin. Yaxshi, endi baribir nimadir ijro qilib bermasangiz bo'lmaydi, ana shu kayfiyatda turib. Qo'shiqdan chiqib ketganman Feruza. Yo'q, mayli, xo'p, qo'shiq emas unda. Bilmadim, monologmi? Faqat ayriliq haqida emas. O'shada menda hammasi ayriliq. Repertuarimda hammasi ayriliq bo'lib ketganda, tasavvur qiling. Ayrilmaydigan ayriliq yo'qmi? Ayrilmaydigan ayriliq. Men oddiy odamman. Oyog'im yerda. Changu g'uborlarni yutib to'yganman. Qadamlar ostida qolmasin deya, ko'nglimni osmonga eltib qo'yganman. Men oddiy odamman. Istagan kishi ko'nglimni tepkilab o'tmoqqa qodir. Yuragim tosh kabi uloqtirsalar, hech qanday ko'rgulik bo'lmaydi sodir. Siz ham o'tayapsiz, gusur-gusurlab. Ko'nglimning ustidan bosib qadamni. Qayerdan ham ko'zingiz ilg'asin ayting, yoningizda yurgan oddiy odamni. Go'zal. Rahmat. Oddiy odam bo'laylik-ku, lekin bizning ustimizdan yurib o'tguvchilar hech qachon bo'lmasin. Bo'lmasin. Qalblar tuproqqa qorishmasin. Hali tirik turib, toki orzular tuproqqa qorishmasin. Hali tirik turib. O'zi aslida hammamiz oddiymiz. Faqat qiladigan yumushimiz boshqacha, bir-birimiznikidan farqliroq. Shuni anglab yetsak, oddiy yoki oddiy emas degan atamalarga, nomlanishlarga kunimiz qolmaydi aslida. Jumagul A'zamjonovna O'lmasova biz bilan suhbatda bo'ldilar, gaplashdik, suhbatlashdik va bugun Jumagulning kayfiyati menga yoqdi. Sabab birdaniga o'zini topib olgan odamga o'xshaydi. Yo'q, buni ancha oldin bilgandim, lekin shu kunlarda hayotimda yaxshi yangiliklar bor, shuning uchun ham kayfiyatim yaxshi. Balki shu kunga to'g'ri kelib qoldi. Shu haftalarda amalga oshishi kerak. O'shaning uchundir balki yaxshi kayfiyatda. Bu nima bo'lishidan qat'iy nazar, biz xayrlarga duodoshmiz, yaxshiliklarga duodoshmiz. Ilohim nimani ko'zlagan, reja qilgan bo'lsangiz, yaratgan ziyodasi bilan va eng chiroyli holatda nasib etsin deymiz. Rahmat Jumagul kelganingiz uchun. Rahmat sizga ham Feruza opa. Sog' bo'ling. Endi yig'laydigan rol o'ynamang, bo'ldi. Endi yig'lamasdan ham nimadir o'ynang. Keyingi gal ko'rsatuvga kelganda baxt haqida she'r tayyorlab keling. Bo'ldi. Xo'p. Bizda Xursandchilik ko'rsatuvga qayta kelish mumkin. Mumkinmi? Ha, shuning uchun tayyorlab qo'ying bitta repertuaringizni. Kamera sizga muntazir. Juda ham chiroyli suhbat bo'ldi Feruza opa. Kattakon rahmat. O'zi sizni ijodingizni juda ham yaxshi ko'raman. Samimiy ayolsiz va hamma tomoshabinlarga, bizni diqqat bilan kuzatgan barcha tomoshabinlarga rahmat. Har doim xursandchilikda yurishlik, har doim pozitivni yurishlik hammaga nasib etsin, hammani omadini bersin. Rahmat. Kun hammaga xayrli bo'lsin. Biz bilan o'tkazgan balki soniyalar, balki daqiqalar, balki soatlar uchun sizdan minnatdormiz. Bu o'zimizning gap. Omon bo'ling.